2012-yil talabalik paytim men eng sevimli taomim achchiq natikalar bilan zo'r ketadigan pigodi tayyorlaymiz. Zo'r narsani biz ham yeyishni bilamiz. Ishlamagan tishlamaydi. To'g'risini aytaymi, pigodi qilishdan ham ko'ra ko'proq uni basirda ishlab chiqarilgan ishtahingizni qitiqlovchi achchiq natikalar bilan yeyish mazza-da. Maqsadga o'ting. Maqsad yumshoqni xamir qorvolab, van paketga o'rab, uni oshirishga qo'yib qo'yamiz. Paydan foydalanib, mendan qochishga uringan karomni choyga o'tkazib qo'ydim. Go'sht o'rash esdan chiqib qolmasin. Jahlim chiqazgan karomelni yaxshilab savalaymiz. Yetmaganiga mijig'lab suvini siqib ichamiz. Mazali ta'm berish uchun chesnoni yordamga chaqiramiz. Bitta piyozni tayyor to'g'rab savaramiz. Go'shtni solib, tuz, zira, murutchi solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Oshib chiqqan xamirimizni tekshirib olamiz. Qo'limizda zuvalachilarga bo'lib, 5 daqiqa tindirib, chetlarini yoyib qo'limizda ochib chiqamiz. Uyg'urchamandan dukkandagi qilib chiroyli qilib tikib olamiz. To'g'ri, birinchisi o'xshamaydi, lekin keyingilari o'xshaydi. 45 minutga qizg'onga jo'natamiz. Pishib chiqqandan keyin basirning sifatli achikalari bilan mazza qilib yeb olamiz. Aniq bilaman, sizlarning ham ishtahanglar ochilib ketdi. Shuning uchun bu videoni achchiq sevadigan yaqininglarga jo'natib qo'yinglar. Shunda sizlarga ham basira achikalari bilan zo'r ketadigan yumshoqqina tomboqqina pigodilarni albatta tayyorlab beradi. Like bosib, komment yozish esdan chiqmasin. Oxirgacha ko'rganingiz uchun rahmat.